Bolalarning videoni o'tkazib yubormanglar. Sizlarga zo'r tavsiyam bor. Bolalarga kolbasa va sosiskalarni yaxshi ko'rishadi, lekin tarkibini o'ylab berginglar kelmaydi. Ko'rib turgan mahsulotlaringlar uyda halol, pokiza, konservant va ximikatlarsiz, tabiiy va sifatli mahsulotlardan tayyorlashayotgan. Bu mahsulotlarni tayyorlayotgan bolalarning yetishligicha kolbasa va sosiskalar 100% halol go'shtdan tayyorlangan. Bu kolbasa sosiskalarni qo'rqmasdan bolalaringizga bersanglar bo'lar ekan. Bu zaytun yog'iga solingan foydali sirlarini nonlarga surib, salatlarga solib yesanglar bo'lar ekan. Bu sirni bo'lsa qovurib yeyilsa yana ham mazali bo'ladi. Donlarni ham o'zligi tayyorlashayotgan, dro'ja solishmas ekan. Har xil foydali donlar solib, zakvaskadan tayyorlanar ekan. Bilasizlar, zakvaskadan qilingan non juda foydali. Ayniqsa dietadagi va sahri borlarga juda ham foydali va oson hazm bo'ladi. Bismillah. Sifatli mahsulotlar solingani bilinib turibdi, juda mazali. Bismillah. Ham mazali, ham foydali. Menga o'xshaydi.